Hammaga salom. Hammaga salom. Yangi YouTube videomga xush kelibsizlar. Bugun men apamlar va Sirini qovurma lag'mon yeyishga olib boraman. Biz ko'p odam bor joyga boramiz, если что. Buxoroliklar biladi, Kritini tepasida har xil lag'monli joy bor. Hozir shuni prop qilib ko'radi borganimizdan keyin Siri. Qo'rgan lag'mon. Sirini ro'za qilish qiyin. Qovurgan lag'mon deb endi aytdi. Kecha oddiy dilkordagi lag'mon yesak bo'lmadi dedi. Qovurgan lag'mon kerak ekan. O'shanga qovurgan lag'monga boramiz endi. Kecha uyg'urcha edi, bugun Uyg'urcha edi, bu qovurilgan lag'mon etamiz. Qani ko'ramiz, qani. Uyg'urcha qovurilgan lag'mon emasmi? Oddiy qovurilgan lag'mon. Bilmayman endi uni. Farqini bilmaymiz. Farqini bilmayman, lekin ora faqat o'zinikilar kiradi, o'zinikilar kiradi. 8 xil bor. 8 Arten von Lagmann. Okay. Das nur für Einheimische. probiere ich alle Das aus. sind volle Menschen, das ist so wie Bazar. Super. Shunaqa joy stolovkalar yaxshi ko'radi. Bu restoran yomon ko'radi. Zo'r bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Food court atrofga boshqacha yana ovqatlar ham bor. Aber da oben sich herum gibt es auch andere Essen, so ein Ort, wo du alles findest. Menimcha. Siri вообще xursand. Ketdik. Sizniki shu? Malojon sagt, Iris war neu. Nein, das ist nicht eins. Sizniki apa boshidan men Das ist das, farqlaydim. das ist das von Meniki yangi hali. Malojons neu, aber Er-xotin qo'zi meni nima Dein sieht aber nicht so qilyapti. aus. Wir können ja auf Video gucken. Wir haben es ja auf Video. Videolarga ko'ramiz deyapti. Video. Siz javob sanga. Menga ishonishmayapti. Men o'zimni narsamni yaxshi esda qoldiraman, maylimi? Tuhmat qilishyapti er-xotin. Ko'rdingizlar, biyobrilik qilishyapti. Labimga chiqqan. Bizga havo yoqmayapti. Havo, issiq quyoshga kiyamiz bizlar. Yoqmayapti. Havoni orzu qilgandi. Bilaman, onamlar zo'r dedilar, lekin Biz xursandmiz bu havodan. shu havoga qaytib ketamiz. Shu havodan kelib shu havodan. Может, shu havoni silab kelgandirsizlar. Shuki. Wo ist die Wärme? Sagen Leute, träumen an. Yomg'irni yog'ishini. Onamlar zaruli bugun rolni onamlarga topshirdik. Nima bo'lgan? Mashina. Nimadir bo'libdi. Nima, biron joyga chiqib ketdingizmi yana? Biron joyga chiqib ketdingizmi? Rezinasi tushib ketgan. Rezinasi. Rezinasi tushibdi. Ha. Unaqa. Bularni ensasi qotibdi. Для нас это Не прекрасная погода для нас. Biz pagodani kutamiz qancha yomg'ir yog'sa edi. Derazaga ochiq tursin. Men chiqtirmayman lekin. Yop derazangni ber. Sirijon? Qo'ydi ish. Yopilmayapti sizdan onajon. Onajon ruldalar bugun. Ruxsat bermagansiz yopishga. Ruxsat bering. Ana oxirgisini bosing, oxirgi nimasini. Ruxsat bering, mama. Ha, rahmat sizga. Я долго. Onajon bugun zarlyor. Bizani etallar. Kriteriynik dedingmi? Kritiga boramiz. Tepasida food court bor. O'sha yerdan ovqatlanamiz bugun. Самый простой joy. Same. Schatzi? Ja. Heute fahren wir zu einem einfachsten Ort. Also das ist so Essenhalle in einem Shoppingzentrum. Okay. Da auch ganz oben. O'zgina aylashimiz Okay. ham mumkin. Okay. Aha. Muss doch Vielleicht- alles hier erleben. Aber das finde ich trotzdem schön hier. Guck mal. Oh, ana. Chiroyli. Ana yo'qotdi. Bulutlar ketib turmagan yo'qotdi. Oftob o'tibdi-da lekin. Bizani ko'chamiz. Ana bu Yaxshi chirog'i olibsiz. topdi. Yaxshi olibsiz. Просто o'zi sizga kichik uchun shunday tuyulyapti. Televizorga ko'rsangiz, "Oo" deysiz shuni. Avtobus bo'tyapti. Aha. O'sha men boshiga shunday berganki, o'zim ko'raman-ku, keyin bilaman o'zim qanday tutishni, qanday qilishni. Az kelgandan beri anaqa buyanishni unutib qo'yib. Sani binoat qilibdi. Albatta. Biz anaqa buyanish chiqmardim. O'zi uchog'im yetardi hayotimga. Men ayb qilmagan. Kipriklarim ham tushib ketdi. Sюда. Erindim. Erinchoq. Endi o'sha buyanish energiyam sizga yo'qotibman. Shunaymi? Ha, o'sha Nima shu. qiling menga energiyanga? Siz bilan gaplashyapman, muloqotda. Ipi.
Men bilan gaplashish nima qiyinmi? Muloqot Yo'q, qilish. qiyin emas. Просто men uyda onamlardan boshqa hech kim bilan gaplashmasdim. Uyda Endi yotardim. sen charchyapsan, ikki bir kishidan oshganiga. Manda 2 kishi berar. Voобще kerak. Uylayapman, miyamda. Maqla kunida Saga- 50 kishi bilan gaplashib. Sizlarga komfort yaratishga harakat qilyapman, masalan, Qilmagin. planlar qilyapman. Azob berma o'zingni. Azob berma. Chiqmagin. Chiqma, azob Hazillashibman, bermagin. qasddan aytyapman. Biz o'zimiz komfort tutamiz, o'zimizni komfortni. Mesela komfort topib olamiz o'zimizga o'zimiz. Baribir bilsangiz bilarsiz. Uylama, qisilmagin. Aymi, normalni. Nimani ko'rdingmi? Vokzalga Biza hozir Kritaga keldik. Siri birinchi marta kelyaptimi? U yil kelmagandi. Uzugim to'qib chiqdi. Quflatchi mashinani jon. To'qib chiqmading deydi. Gulyapman faqat uzuklarni unutadilar, Siri unutmaydi, eslatib turadi. Qanaqa xotinsiz? Tavbam. Opamlarni asablariga tekim keladi ba'zida. Endi mana yopishibdi, mana hamma narsaga aybdor qilibdi qizim. Onam dam olayotganim ishlamasdi, qachon kritika qildi? Qilding. Men prosta o'zim qiziqtirgan narsalarni shatta so'rab olmasam bo'lmaydi. Emcha emas ekan bu. Sira aytibdiki, ko'p Xitoy narsasi ekan beradi debdi. Xitoy, koreyskiy, turetskiy tovarlar. Also, chinesische, koreanische und Chap tomonga ham bera ketamiz. Nima jalba bo'lyapti? aytam onamga rahmat, navbatga turib Siri pasportini olib keldi deyman. Ana esa foydali ish qilgan. qanday bilan o'sha Zarba bilan gap sotib o'tdim, chaqchaq qildim. Uchgami? Sog'indim. Bunaqa ma'naviy hordiq qildingiz siz. Apa sochi jigalak bo'lib qopti bitasiz. Biladi endi qarmaydi. Chap tomonga ovqatlanish joyimiz. Bera kelinglar. Kelinglar. Mana. Men men lag'mon yeyishga olib keldim, menyu. Mana. Пожалуйста. Guck mal, Oha. siehst du, Lagmann Schisch. Achchiq lag'moni ham bu. Die haben auch scharfe Lagmann. Assalomu alaykum. Assalamu alaikum. Ja, auch scharfe Lagmann. Sie haben auch Mana menyusi. Ja, welcher ist denn, Hähnchenlagmann. welcher ist denn der, den ich mag? Weiß So ich wie nicht. ähnlich wie bei allen. Guyru, ja, diese Guyru. Ist das mit Xo'rligan gebraten? lagman, ha? Lagman, ha bu? Ja, Suli. Suri, qaysi xo'rligan lagman? Mana bu uchtasi xo'rga. Qaysi bir achchig'i lazurimi? Die sind gebraten. Die Achtig, Lasur ist die scharfe. Bu achchig'i. Willst du den probieren? Ja, warum? Was? Burası göçlü açığı olmaz bu göçlü açığı. Bu açığı ne nasıl? Okay. Kurengisi. Das ist scharf. Isma. Das ist die gleiche nicht scharf. Und das mit Hähnchen. Ne, dieses scharfe, oder? Nimm dann Ja, scharfe. ja, dann nimm den. Allah Ziru'dan bitta bizaga bitta bos. Biza ovqatga juda nima biza Das ist Salat. tanlaganimizcha. Biza kola zero va salat izlayapmiz. Lag'mon zakaz qilgan joyimizda yo'q ekan. Yo'q ekanmi, apa? Hech qayerda kola zero yo'q. Salat topdingizlarmi? Bor, Cesar salad bor. Bor franski. Franski olamiz salat. Bu yerda bor ekan. Hatta griechisch. Krasny, koyu margarin var. Griechische nicht? Grecki salata da bor. Bor, bor. Grecki salata. Bir tane franski, bir tane grecki, ya. Hammasi qillik endi joy. O'tiramizmi Shira? Bera o'tiramizmi? Sushi ishgan buralik birov O'zbekistonda. Yapon mamaga boramiz. Sirini qayerga tashlab ketamiz? Uygami? Shanti mandurlari bor, sushi. Ana tovuq KFC shunaqalari bor yeydi. Ohne dich. Können wir dir Da kann man doch was anderes da holen, oder? jemals, ja, kannst du eigentlich. Bei Hähnchen oder sowas bestimmt. Oder willst du mich einfach Boshqa narsalari ham, burgerlari bor. Bu masligim kerak mana. Mana tashlab ketaman. Burgerlari bor. Bitiraydi.
to'g'ri uyoqqa boshqa narsalar bor deyapman. Du willst mich loswerden. Ular tashlab ketmoqchi bo'ldilar opamlar. Schon mir einfach Burger, Pommes oder irgendwas. Kilomiz qisqa turib. На здоровье. Siri. Fikring. Ha? Deine Meinung über diese Location? Das ist cool. Ich glaube, dass hier so viele jüngere Leute, Jugendliche und so auch wahrscheinlich hier hinkommen. Aslında studentlar uchun Studentlar. yoshlar keladi. Hat sie verstanden? Yosh kishilarni joyi deyapti, tipa. Haqiqatan beri faqat studentlar keladi, ko'pincha keyin anaqalar hindlar keladi, chet ellik studentlar ko'p keladi beri. Yosh. Bir основной fast food. O'zbekcha ovqatlari ham bor, Hammasidan bor. Sushilar ham bor beri. Sushi bilan yeganmiz onamlar bilan yaxshi dapam. Lekin adina joyga boramiz baribir. Sushi, halal Fleisch, Kebab, Lagmon, Pirog, Pelmeni, Chebureki, Mante. Hamma ovqatlarni biladi. O'zbekcha. Borscht. Ruskiy ovqatlarni ham biladi, ko'rdingizlar? Bosh ruskiy ovqat 20 minut. Akroshka. Ha, sveji pishirib beradi. Onamlar bachalarga mehr ko'z topdilar, ko'z emas. Opamlarni ko'pchilik taniyapti, kimdir xursand bo'lyapti, kimdir hayron bo'lib qarayapti. Nima? Schmidt Xonim. O'zbekcha qilib aytdi. Xonim sizni. Instagram, YouTube. Siri kulyapti opamizlardan. Biz hozircha soatlarimiz keldi, yeb ko'ramiz, lekin kartoshkasi borga o'xshamayapti. Yeb ko'ringchi. Meiner? Lag'monimiz tezroq taq bo'ladi. Lag'monni bir tomondan kutgan ham yaxshi, chunki bilamiz, что это свежий. Hier auch. Pfeffer. Tuz? Nein, Tust. Murchmi? Salz leider keine. Anfang? Ish qilib. Mama qaytishga sevinch kirib nima olib ketaylik, sen bo'lsa. Sevinch pishiradi. Sevinch. Leka? Zo'r. Siri o'zini speslar bilan yuriydi, anaqa murtsollar o'zi ustiga. Nima? Ko'proq nima kerak? Qavurilgan kartoshkasi bizga yaxshiroq bo'laydi. Bitta zo'r. Qachondan beri fransuskiy salат yemagandim. Mazacha. Canım benim. Malo tuz olib keldi. Молодец, malo. Meni lag'monim tayyor bo'ldi. Ko'rinishi mazali, go'shti kamroq bo'lsa ham. Shunday yoshligim esimga tushirib yuribdi shuni. O'sha universitet paytlarimdagi shunaqa lag'monlar bo'laydi, Dilkorda. Shunaqa keyin Mansur degan do'stim bo'lardi ko'p yillik, 1-sinfdan beri do'st biza, o'zi do'st emas biza. Aloqamiz uzilganda doim ovqat olib qo'yaydi men uchun. O'qishga chiqib, pauzaga o'sha yerda ovqatlanardik. Keyin o'sha esim tushib ketdi shuni. Kim bilan? Qayerda nima? Mansur ovqat. Gut. Bibim lag'monlarga ham o'sha kelishib bibim shunaqa qilib beradilar. Makaronni qovurib. Bu lag'monlar lekin o'shani ta'mi keldi men uchun. Mazali. Домашний. O'ynab to'qqiz. Nima to'qqiz? Madrid yetmayapti. Madrid yetmayapti. Nima yetmayapti? Salat bilan yapam. Yo'qopti menga. O'ynab to'qqiz yaxshi-ku. Onamlarki более аппетитнiyroq ko'rinibdi. Sredniy achchiqligi bu. Yeb ko'ringchi onajon, sizga yoqadim.
Kim yaşmışken? Leka. Leka. Onam leka deyaptilar. Go'sht yaxshi pishgan ekan aytishlaricha. Yoqimli shunaqa sizlarga. Sidi bilan men juda ham achchig'idan zakaz qilganmiz. O'zi kutyapmiz endi. Ich probier mal bei dir gleich. Warum deine nicht gut? Ha, prob ko'rsin. Mana nima doch gleich vilka auf, toza kein bor. Stress. Ishlatsam ham boshqa vilka olib kelaman o'zimga. Yo'li ham qo'ying qayb. Problema. Balabo yo'lishga. Seni prob ko'radiz. Gut. Gerade çok güzel. Germaniyaga Malzeme. borib keyin Schmeckt gut. bunaqasida izlab yurmanglar, topolmaysizlar. Oson bo'lmaydi. Schmeckt. Salat Malat. Oh, beim Lackmann-Haus hier. Oh, Malula. Yana achchiq to'ldirib oldi. Malo jonat ekstra daskima. Malo ekstra siri uchun achchig'idan qo'shib olib ketdi yana. I plus o'ziga. Und wo haben wir Ikkolasini thumbnail olaman, kelinglar. beim? Oh, Chappa bilan beim Lackmann. Wir müssen ein Thumbnail machen. Gib mir, gib ich mach euch. Mach ich schon. Ist schon okay. Halt mal. Schloss. Onajon, sizdan boshlayman. Kecha uyg'urskiy lagman yegandik. Bugun qovurma lagman yedik. Fikringizni ayting. Qaysi yaxshiroq? Uyg'ur lag'moni ham ajoyib, juda ta'mlik. Yaxshi. Bu ham yaxshi. Qaysi biri lучше? Lучше deya olmayman, aytmayman. Chunki ikkovi ham o'ziga xos nimasi bor. Когда kakmi? Tam, ha. Kayfiyatga qarab. O'sha uchun yomon joyi yo'q. Yaxshi. Endi hammasini o'zini o'rni bor. Lekin men Uyg'ur lag'monni yongam. Lekin men Uyg'ur lag'monni har kuni yeyman. Deyish mumkin. Unaqa souschasi bor. Yo'qadim. Yani souschasi bilan birga shuna sho'rtakkinam. Har kuni Uyg'ur lag'mon yesam bo'ladi. Bu lag'monni har kuni yemasam kerak. Bu lag'mon ham yaxshi. Masalan, har 2-3 oyga bir yaxshi. Uyg'ur lag'mon shu oyga 1-2-3 marta yaxshi. Sirijon. Ja. Spiridon. Spiridon. Also, was findest du besser? Diesen Lagmann oder die anderen? Sag mal, Welche anderen? man die Dilko gegessen haben oder diesen? Welche findest du am Weil- besten? Ich muss sagen, den von Dilkor fand ich anders, aber auch gut. Beide sind richtig geil. Beide- Ist halt ein also anderer was- Geschmack. Was könntest du jeden Tag essen zum Beispiel? Den anderen. Ich glaube, den anderen könnte ich jeden Tag Aber essen. das Ja. findest du auch. Das auch. Sirijon aytyaptiki, man ikkovini ham yaxshi dedim dedi. Ikkovi ham yoqibdi unga. Lekin Dilkordakini har kuni yesa bo'lar ekan. Xuddi menday aytdi. Biz ikkovimiz bir xil biz er-xotinlar. Buni bu ham yaxshi yoqibdi, lekin har kuni yemas ekan. Suvchaligini har kuni yegan. Ikkovimiz bir xil biz. glaube, die Ich habe Soße- gleich gesagt wie du, mein Schatz. Ja, die Soße fand ich Anna. auch geil bei dem anderen. Soße Söre deyapti uni qaranglar. Ana qaranglar. Aytdim Soße. Ja, das habe ich auch gleich gesagt. Siehst du? Ana, besh tashang Sirijon. Yana shunaqa Sirijonlikka tuymadilar, hozir Malohatnikini ham Bei yeyaptilar. dem anderen konnte ich noch Brot in Ah. die Soße reintun danach. Non to'g'rab yeyishimga mumkin edi unisiga deyapti. Mayli, ana shu Maloja o'zing ayt. Malola, o'zing ayt, nima deysan? Men ham ikkovini yaxshi deyman, lekin uyg'urskiy lagmanni 2 haftaga, 3 haftaga bir marta yesam, bu lagmonni 2 oyga bir marta yegan bo'laydi. Men ham biz lagmoncha ko'p yeygan, любитель emasman. Onda sonda sog'inganda yesa yaxshi. Bu yog'liqroqda men uchun, lekin vkusni. Vkusni. Men bilan kompaniya bilan o'tirib yeyman, lekin o'zim kelib yemayman. Asnaqa menimcha Siri ertaga nima yeyishni xohlagan bo'lardi. Empfehlen. Umid qilamanki, yana ham lag'mon emas o'zi. Was halt gut finde? Sirijon aytibdiki, shashlik yegan bo'lardim deb. Oder irgendwas. Köfta yegan.
Biz aslında chinordan yeymiz. Lekin chinorniki yo'q. Chinorniki yo'qmagandim. Ham bor, lekin yaxshi. Chinor shashlik. Aber du mochtest nicht, als sie zu uns gebracht haben. Uylab ko'ramiz, shashlik joy uylab ko'ramiz. Hozir endi biza shu yoqni azm qilib olaylik. U yoqni tek qoringa hozir nimadir hal qila olmaymiz. Erta uylab ko'ramiz. Erta lekin ko'chaga chiqish nimamiz bor, aylanishga chiqamiz, borib o'shoqlardan yeymiz nimadir. Burger yegimiz kelishi mumkin. Uni bonbonga boramiz. U yil kelganlarga bonbonga borgandik. Bir 2 marta, 3 marta bordik, menimcha yoqib qolgandi seriga. Diga kartoshka yegisi keldi. Az bonbonni kartoshkasi yoqaydi, bilmayman, bu yerniki yoqadimi, yeb ko'rsinchi ko'ramiz. Kartoshka free. Unaqasidan ham. Kartoshka free. Dеревенский. Patatas. Schmeckt. Gut. Bera Didor g'animat. Hier ist scheiß Luft, oder? Charchaganlar o'tirishibdi. Onamlar dokumentlar bilan yurib modurlar qilib charchaganlar, gulayapam, nima qilib charchaganlar bilmayman shuni. Havo yo'q ekan bera. Odam ko'p, yoqmaydi, charchitadi odam ko'pligi. Beeil mich dann. Yo'q. Schnell raus. Ki rasmim tushib ketibdilar. Qatlanishdan keyin magazinlar aylanishga qaror qildik. Apamlarni obunachilari tanib qolyapti. Apamlar bilan Sirini o'zimda ham kiradigan magazinga olib kiryapman bera. Kiringda ham bera. Shu magazinga ko'p narsa topaman. Assalomu alaykum. Onam sor kuylar olib ketgandilar-da, bu yerdan. Shuni qizildan olgandilar onamlar. Kiydizmi tachaga shuni? Kiydilar. Apamlar onamga shu kuylar qizildan bordi, ona apam yashildan kiyib ko'rmoqchilar. Arashvinatkilar bilan vashshi ketdi. Lekin yarashdi, chiroyli turibdi. Sizni ham yecholmaysizmi? Ha, apam. Sirini fikri. Magst nicht, ich weiß das schon. Warum fragst du mich das? Kiyarlar yengsiz ham bormi? Yonida yengsizlari ham bor ekan shu variantni. Ich frag mal, würde Maluchat das tragen? Sizni stilingiz bor ekan. Men yashil narsa olmagan bo'laydim, lekin sizga ana bu yamkani shu rangidan o'zimga oldim. Xudo rang odam ochadi. ana rubashka nimadirlar bor, ust topamiz. Qarang, ustiga ikki xil variant bor. Keling, ko'rsataman. Sirga yoqmayapti. Bildirmay aytdi menga. Apam jigar kiyim umuman kiymanglar bo'g'adi deb, men normal yarashdi. Ana bu tikuvsiz bo'lmagan kaç tur bersin? Shunga Kaç tur bersin? kash turdirmoqchilar shunga. Bo'ladi lekin. Işte nima svetlisiden kiyip halasan. Nana Qisasi ham bor ekan. nima berishing mumkin. Apa Ya aman bilsa, bilasanmi? Adna toniga nima qilaman shuni. Va samiraga chizdirmoqchiman, anurlarni chizdir, kitmay просто. Aha. Schatz, wie findest du das? Siri, nima to'qrang yo'q. Besser als das Grüne auf jeden Fall. Ishida yaxshi bo'ldi. Конечно. da yashlar. Da, ya. Aytdik-ku, kiyib ko'rsa biladi odam deb. Aytganini qilish kerak. Malucha dazu, würde sie tragen? Maluhat wollte, dass ich anziehe. Ja, würde sie auch tragen? Ikkiga bilarding sen ham diyor. Yarashsa kiyadi, menga yarashmaydi. Maluhat steht das nicht. Siz kuylar ko'p kiyasiz-ku, men masalan kuylarga uncha kiymayman. Amni ham oqni ham kiyib ko'ring. Kuykini qay, kuyk xuddi lekin anaqa formaga o'xshab qoladi kuylayman. Ana bular ham yubkalar-ku, lekin gullik yubkalar.
Natsionalniy farq. Etoko Gulyapamlarga o'sha kuylarni oldik. Gulyapamlar kiymayman, bunaqa rang yoqmaydi, umuman kiymaganman, bug'adi degan ko'ylaklarni kiyib ko'rib, o'shani olib chiqibdilar. Sirik ketdik. Rahmat, sog' bo'ling. Kashta turamiz endi, kashta izlaymiz. Kashta shunaqa mashinaga o'rsam mayli. Bor. Samira ham shunaqa ishlar qiladimi nima-ku? Nima izlayapsiz hayotda? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hayot ozg'in deyishibdi opamlarning fanatlari. Fans. Yeah. Kichkina ekansiz-ku, ozg'in ekansiz-ku deyishibdi. Ekranda katta ko'rsatadi anaqa. Kulyapman, anaqa almacha ko'rdi yoshliklarda. Yoshliklarda yeydigan men uncha yoqtirmayman, Gulyapam yaxshi ko'radi. Men yemayman qo'rosqan. Gulyapamni oling faqat. Ha, katta oladi. Siri ham xohlaykan. Habt ihr Äpfel selber Nicht voll aus dem Garten? Äpfel aus eigenem Garten oder wo machen die das? Xursandmisiz? Sürbülde. Sürbülde rahmat. Die sind verwirrt, ne, wenn die das hören. Короче, Sizdan niye kımladım diye. hozir 3-aprel soat 21:16 yer qimilladi. Opamlar bilan ikkamiz ustalga telefon kavlab o'tiribmiz. Chota nimadir qimillayapti-da. Lustraga qarab qo'ying. Birinchi opamlarga qarabman, hazillashibdilarmi deb, keyin qarasam lustra ham qimillayapti. Birinchi marta his qildim. Zilzilami shunda bu? Yer qimilladi. Mayilibdi deyman. Saqlabsam deb men uylanman. Siqlabsam uylandim. Deyman. Pastaki birov nima munchalik ham qimirlatolmaydi-ku deyman. Prям ustal qimirlatdi. Realizatsiya qilinmadi. Kuyimdagi ustal ham qimirlatdi. Ha, mana pastda o'tiribman, qo'lim buni qilib qimirlatib kelibdi. Lustra ham ozgina qimirlayapti. Lustra ozgina qimirlayapti. Ko'chaga chiqdi. Odamlar ko'chaga chiqish boshladi. Qara, kameradan o'sha odamlar ko'chaga chiqish boshladi. Unchalik kuchli bo'lmadi lekin. Odamlar ko'chaga chiqyapti hali. Ana qilyaptilar, turib. E'tibor qilyaptilar. Dahshat. Unaqa bizda kuchli qimirlamaydi-ku, shuning qo'rqinchli emas, men uchun kulgili. Sirichi bo'layotgandi bu vaqtda. Afiget qaranglar. Tug'ilgan kuningga. Tug'ilgan o'tgan bo'lsa ham men podarkalar olaman. Tailand. Mamichkam Tailand to'rgalar 100%. Ipak. Qanday yaxshi podarkalar o'tish. Kom van hier van. Arkadaşlar kapattaladılar. Farkı yok ama oturmuş. Uyga pada maşinimi oturmuş. Onunla yapıyor. Oo, şarf onacan. Oo. Bilinib o'tiribdi ipakligi. Ipak. Shatsi? Zoshali. Men yaxshi ko'rayman shaflardan ko'p bor. Diski qilib toqishlarimga. Yine bir değil mi? Nana. Ne yaptı bu yana podarkalarni? Onajon. Rahmat hocam. Rahmat. Canın sağ olsun hocam. Sizlerge Katta rahmat. Nimalar oldingiz? Oo! Ko'kmal. Buni qo'ydiramiz dedik-a. Sen özün dizayn etlasan. Spesial. Halkalik bu kulon. Bu kulon uchunmi?
Ana toshlar nima deydi otini onajon? O esimdan chiqdi. O'ti esdan chiqdi buni onamlarni. Aytdim deydi. Buni nimaga serebroga qilamiz degan buni. Ha. Ana bebi. Buni nimaga qoldiramiz? Nima deylar? Kumush taqinchoq qildiraman. Kumushdan nima? Halqa kumushdan kulon qildiraman buni. Tailanddan. Chiroyli onajon. Mana beringa o'sha ro'na tursa, uyli yaltiraganni qarang. Esimdan chiqdi ismi. Shu chiroylik mama. Kuyim sog'lik qilibdan bu qiziz qilmasin kuyim sog'lik deysiz. Markasini tishga sanga tayvan. Kuyim sog'lik rahmat onajon. To'g'ri yopdim buni. To'g'ri. Okey. Hayır, bir Rahmat onajon. O'ynay shartni qarab kelay. Buni qildirtiramiz ha? Ha, qildiramiz. O'ynay. Yuvelirka. Bunaqa yo'qtiraman. Sir eshiklar ochib ketdi, podyezddan eshigini. Yura. Leute sehen uns so. Ana qarang. Menga bunaqa narsalar yarashadi. Yarashgan qadar, yarashadi bunaqa narsalar. Kechasi soat 11. 11 emas. Qo'ysa telefonim. Hozir kompyuterga qarab aytib. Soat 2 bo'libdi, qaranglar. Voy. Xursand ketibman hali shuncha ko'p vaqt bormi deb. Yo'q. Yashashga ulgurmayapman. Yashashga ulgurmayapsan, ammo ham shuni bilaman, nima deyapti menga? Apam bilan video taxlayapmiz. Apam o'zlarini videolarini aytay chiqadi. Bu ham aytay chiqadi, ha? Apam aytay chiqadi, video taxlayaptilar. Qaysi videoing deyapti? O'chirib qo'yamiz deyapti. Nega? Nimadirga mos kelmayapti dedi. Qaysi video bu? Nimamizni videosi, chimildiq videosi, chimildiq qo'shig'ini qo'ygandim. Endi mumkin emas debdi berak kelgandan keyin. O'zi qo'shiq qo'yish mumkin emas desam. Hay qo'shiqli videolarga odamlar kinolarda qo'shiq ishlatadi-ku, o'shani qanday qiladi? Ruxsat so'rashing kerak, litsenziyat olishing kerak. YouTube'ga aytishing kerak keyin. Qiyinsa, bosh og'rig'i ko'p. Bosh og'rig'i ko'p ekan. Tugatamizmi hay? Tugatamiz videoni. Bugungi kunimiz tugadi. Biz avvaliga video qilganmiz. Ha, Sizlar uchun. sizlar uchun tugadi. Bugun hamma qiziq narsalarni ko'rsatdik. Yarmini lekin kun yarmidan chekka video oldik. Ha. Ertalabdan boshlaymiz. Ertalabdan qo'sh teshga boramiz, yuz teshga boramiz. Ha, manikyur, pedikyur qildiramiz Gulay opamlarga. Shunaqa narsalar. Ko'ramiz, ana oyog'imni ko'rib qo'rqib ketadim deyman. Shu darajadami? Umrimga qilmaganman pedikyur. Pedikyurmi? Ko'zada Tirnoq olinganmi? Ha, menimcha. Qaraymiz erim bor. Tirnoq olib boramiz pedikyurga. O'zi o'rish kerak-ku. Sizni oyog'ingiz unaqa emas-ku, pedikyurga ko'pincha oyog'ini tayoqqa treshina bo'lib qap-qora bo'lib ketgan. Ashaqalar boradi. Sizni oyog'ingiz bu angelochik. Ishonaydim mana. Prosta o'zigina tirnog'im o'sgan bo'lishi mumkin. Bo'lib ketadi-ku, qalan keyin lezvalar bilan tozalaylar. Ibiye, Ashaqalar pedikyurga sizga ishlaydi. Mana oyog'im yumshoqna, bolanikidek desam. Tirnog'im ozgina o'sgan bo'lishi mumkin. Siz Ne. Ishlasam ham meni polish ishlamayman-da. Oyoq yalang ishlamayman. Unchalik darajada ishlamayman. Böyle tugatamiz. Mayli. Videoga like, kommentariy, obuna bo'lishni, qo'ng'iroqchan bosishni unutmanglar. Malojoni podishka qilinglar. Rahmat, xursand bo'laman. Podelitsiya qilinglar. Bildirsalaringiz. Aytinglar, yo'qmasa ham aytinglar. To'g'rimi? Ha, aytinglar, men qabul qilaman, to'g'rilashga harakat qilaman. Malades. Ko'nglimga ozor bermasdan negativ yozinglar. Ko'nglim uni nozik lekin. Og'izga o'rab yozinglar. Mayli, sog' bo'linglar. Rahmat sizlarga. Keyingi videogacha xayr. Sog' bo'linglar.